Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari, hozir sizlarga un elash uskunalari, ya'ni vibrasita va shineklari полный подробный informatsiya berib o'taman. Keling. Xo'p. Klientlarimizda xohishiga ko'ra mana vibrasitani qilib berganmiz. Un elash 2,5 tonna soatiga 2,5-3 tonna unni elab beradi. İçidagi setkalarni hammasini almashtirsa bo'ladi. Mana ichiga ko'rinib turadi, hamma mana oyna qo'yilgan. Vibratsiyasi zo'r, sifati zo'r. Axlat bu yoqqa tushadi. Axlat bu yoqqa tushadi. Bu shinekda shu klientlarimizga udobniy holatda dumaloq qilib, konus qilib olib kelib qildirib berganmiz. Bu konusni qilinganligi sababi un mahsulotlari, har qanday un mahsulotlari bu yerda agar qirrasi bo'lsa, bu yerda turib qoladi. O'sha turib qolmasligi uchun полный konus qilib qilingan. Shineklarni, apparotlari xohlagan paytda yerdan o'zgartirib, orqaga, oldiga, orqasini tozalash uchun tagi teshiklar hammasi qilingan. Har ehtimolga qarshi bunga ham vibratsiya qo'yilgan. Vibratsiyasi bor. Bunga katta vibratsiya qo'yilgan mana. Xohishinglarga ko'ra mana shinek uchun, vibrator uchun, hamma narsa uchun mana shitlarni ham qilib beramiz. Xo'p. Bu narsalarni, mahsulotni narxlarini har doim so'rashadi, kommentariyada ham yozishadi klientlarimiz. Lekin har bitta mahsulotimizni siz xohishingizga ko'ra, razmeringizga ko'ra, sizning talabingizga ko'ra narx-navosi o'shandan keyin kelib chiqadi. O'shanda biz sizlar bizga aloqaga chiqsanglar, biz narxlarni o'sha sizlarning xohishingizlarga, sizlarning texnik parametrlariga qarab оборудование qilib beramiz. Har qanday uskunadan farqi yo'q. O'shanda narxi chiqib keladi. Narxini so'rash uchun, narxi qiziq bo'lsa sizlar uchun, sizlar bizga texnik parametrlarni bizga tashlasanglar, nima uchun ishlatishingizga qarab, o'shanga qarab turib narx chiqarib beramiz. Bu hamma yerda ko'rib turgan mahsulotlaringiz hammasi Nержавейка 304 markadan qilingan, pishvoy bo'lganligi uchun. Bu yerda keleshkiga o'xshagan narsalar chiqadi. O'shaning uchun hammasi un mahsulotlar bo'lgani uchun полный hamma joy shinega, ichidagi shineklari yo'q, bunisi yo'q, hattoki motoridan boshqa mana bunilarigacha, vibratsiyalarigacha hamma narsasi kalkulajda 304 markada qilingan. Kimga shunaqa shineklar, vibratsiyalar, mikserlarimiz bor naryoqda, kanalimizga kirsanglar, mikserlar hamma narsani videolarini tashlab boramiz. Narx-navosi qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat.